Mebelim shirakir, o'zimcha kiri yo'q degan mijozlarimiz bo'ladi-da, uchraydi bunaqa holatlar ham. Hozirgi bitta mebeldan chiqqan kirni ko'rishingiz mumkin. O'zi suv layqa. Endi buni qarang. Bir dona divandan chiqqan kir mana shu bo'ladi. Mijozini qadrlaydigan kafe, restoran egalari uchun juda manfaatli video bo'ladi deb o'ylayman. Bugun Elif komandasi Metsanchasi ro'parasida oshxonaga kelganmiz. Bu yerda mebellarda holati juda yomon ekan. Adan yagacha bo'lgan holatini shaxsan o'zim yuvib ko'rsatib beraman. Mebel qanday yuviladi, qaysi jarayondan qaysi jarayonga o'tadi, bosqinma-bosqich bitta ko'rsatib beraman. Xo'p, ko'rib turganlaridek kafe, restorandagi mebellarda holati xuddi shunaqa bo'ladi mana. Kirlar, mana dog'lar ko'rib turibsiz. Endi xuddi shunga o'xshash mebelda, deyarli bir xil mebel, mana bu yuvilgan holat. Umuman dog'lar, asar ham yo'q. Endi sizlarga hozir xuddi shuni yuvilish jarayonini birma-bir bosqichma-bosqich yoritib berishga harakat qilaman. Birinchi bosqichimiz oddiy suv sepiladi mebelga. Nimaga aynan bunaqa moslamada suv sepiladi? Hozir mebelda shu deyarli bir 2 sm, 3 sm qismi ho'l bo'ladi. Aks holda bundan ko'p miqdorda suv sepiladigan bo'lsa, mebelga zarar yetib qolishi mumkin, hidlanib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Xo'p, keyingi jarayon mebelimizga ximikat sepib olamiz. Ko'rib turibsiz. Ximikatni ham o'zini kerakli miqdorda mebelga qarab, mebelni matosiga qarab, holatiga qarab, misol mana kafe, restorandagilarga alohida ximikat tayyorlanadi. Alohida maxsus shotkani ham o'zi ish qilaydigan joyini alohida shotkalar tog'lanadi bunaqa mebellarga. Asosan biz ishlatadigan ximikatlar umuman allergiya chaqirmaydi. Yosh bolalarga, yosh kattalarga, asmasi bolalarga ham umuman ta'siri yo'q. Siz ko'rib turgan apparat polniy mana shu mebellarni kirini chiqarib beradigan shotka hisoblanadi. Mana yumshoq shotka, shunga o'xshash mebellarga yumshoq shotka tog'lanadi. Matoga qarab shotka almashadi. Bu chekadagi moslamasi jarayondagi ko'piklarni insonga ko'zga sachratmasligini zarari yo'q deya olmaymiz. Inson ko'ziga ta'sir qilishi mumkin. Hozir jarayonni ko'rsatamiz. Shotka mebelda hamma joyiga ishqalanish shart. Umuman kerak bo'lsa 2 sm joy qolib ketsa ham qurigandan keyin o'sha chayqalmagan yoki ishqalanmagan joyi ko'rinib qoladi. Endi o'tiradigan joyini eng qiziqarli joyi mana shu. Eng qiziqarli, eng juda kir joyi mana shu. Xo'sh, holatni ko'rib turibsiz. Qaysi bir kompaniya aytishi mumkin, biz 2 marta ximikat sepamiz, 3 marta ish qilyapmiz deyishi mumkin. Lekin bizda men natijani sizga hozir ko'rsataman. Nimaga men bir marta ish qildim, bir marta ximikat sepdim? Mebelni holatiga qarayman, materialga qarayman, kirlik darajasiga qarab turib men ximikatni o'zgartirishim mumkin, shotkani o'zgartirishim mumkin. Shu sababli birida o'xshaydi. Hozir men natijani sizga ko'rsataman. Mana bitta ishqalashda o'zidagi natija. Mana. Bu joy umuman shotga tegilmagan, ishqalanmagan joy. Mana uni chayqasangiz ham o'sha bilinib turibdi mana. Ko'rib turibsiz? Xo'sh, 3-jarayon asosiy jarayon hisoblanadi bu ham. Agar masha apparatimiz bo'lmasa, bu mebeldagi hozir ishqalagan, chiqargan kirlarimizni umuman bu apparatni tortib berish iloji yo'q. Bu ramakilikni olib borasiz, qarang sizlarga. Sodda qilib aytganda,
Lekin Robo Clean'da ancha aqlli, ancha funksionalli apparat hisoblanadi. Bu Santem apparatimiz. Ko'rib turibsiz, suv chiqyapti. Ishqalangan kirdi, ximikatlarni mana shu yordamida tortib chiqarib olmasak, agar bu holatda qolib ketib qoladigan bo'lsa, 2 soat ichida hidlanib, bu mebelni yana qaytadan ishga to'g'ri keladi. Shuning uchun iloji boricha tezkorlik bilan chayqash kerak. Mebelim shirakir, o'zimcha kerak yo'q degan mijozlarimiz bo'ladi-da, uchraydi bunaqa holatlar ham. Hozirgi bitta mebeldan chiqqan kirni ko'rishingiz mumkin. O'zi suv layqa. Endi buni qarang. Bir dona divandan chiqqan kir mana shu bo'ladi. Santem apparati tortilayotgan maza va kirlar ko'rib turishingiz mumkin mana. Ko'rdingizmi? Nimaga aynan 2 marta tortiladi? Birinchisida umumiy kirlar chiqadi, uje ikkinchi jarayonda toza suv chiqishi kerak mana. Shu qarada. Ko'ryapsizmi? Holat ko'rib turibsiz. Umuman kimyoviy modda kir qolmadi. Ya'ni undan keyingi jarayon ko'rib turibsiz, suv bilan chayqab oldik. Mebellarni suvsiz holatda quritamiz buni. Endi quridi degani bu 100% quridi degani emas. Deylik 70-75% quritib beradi. Masalan, havo aylanib turadigan joy bo'lsa, 1 soat, 1,5 soatda mebel qurib bo'ladi. Mana suvsiz holatda tortilyapti. Buni ham bilinadi-da, mana o'sha suvli chayqalgan joyi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana shu mebelda qolgan oxirgi suvni tortib olamiz. Tezroq qurishiga yordam beradi. Jarayon tugadi. Mebelni holatini ko'rishingiz mumkin. O'ta idealniy yuvildi. Kamera qay darajada yorib beryapti sizlarga buni bilmadim-ku. Kimdir aytishi mumkin, bular o'zi toza mebelni mana shunaqa qilib prosmotr uchun ishlaydi. Mana farq aka. Ko'ringchi. Kafe restoran bu akalarga narx-navolarga o'ylanmanglar. Rasm-daraja qilib opton narxlarda chiroyli qilib beraman akalar. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin, tayyor raqam qoldiramiz.